Olov rangli OnCloud Venture qo'limizda va bu oyoq kiyimi waterproof ham bor, ya'ni suv o'tkazmasi va ular 199, endi $200 sotilyapti. Bunisi bo'lsa $139, ya'ni $60 raznica, lekin $15 sprey olib bitta seforsali material shundoq tayyor turibdi-da. O'zi uncha-muncha suvlarni manimcha qaytarib yuboradi, chunki plashovkaroq, hatto yumshoqroq material ekan, такой приятный material ekan. Lekin shundoq aytganda sprey seforsali bo'ldi, olam guliston. Suv qaytaradi, o'sha $60 примерно tejisida, o'shaning uchun shunaqa ko'rinishdagi oyoq kiyimlarni bemalol xarid qilaveringlar. Sababi bu ham bari trail edition. Qaranglar, tishlarni qanaqa baquvvatligini. Ya'ni menimcha bahor oxirigacha turib beradi. Endi qanday jihatdan to'g'ri, baribir qishki oyoq kiyim o'rnini bosmaydi, sababi 2-3 qavat material bo'lgani bilan baribir mexli yoki issiq tutuvchi oyoq kiyimi yoki izolyatsiya qilingan oyoq kiyim o'rnini bosa olmaydi, lekin yaxshigina, misol uchun oddiy tekstil krossovkalardan baquvvatroq hamda funksionalniroq. Xo'p, rasvetka bo'lsa aytganda olovga, anaqa bardoviy to'q, bardoviga, qora poshnaga, mana bunaqa ozgina turkis aralashgan молочныйroq poshnaga, yana xuddi shu bilan til va undan bardoviy ip. Xullas, rasvetka, yorama rasvetka, bittada e'tiborga tushirgan rasvetka $139 dan sotildi. Menimcha hozir ham bor razmerlar, lekin ozgina narxi oshgan. Ozgina oshgan, zo'r skidkada sotildi. Orqasidan ham yorgani qaranglar turishini. Xullas, obzor bizdan tanlov va albatta zakaz sizlardan tavsiya qilaman. Turib qo'yganlarga gap yo'q.